Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bir ishimizni yakunladik. Andijon viloyati Xo'jobod tumani Yangicha qishlog'iga qo'yilgan ishimiz Akva Alumin seriyasi vetda mokriy asfalt deb xalq tilida antrazit deymiz biz 306. Originaliga bo'lgan, oynasi 2 qavat steklo paket bo'lgan, mo'ka apparatlarda yopishtirilgan oynalar ham. Bu yerga общий ikkita oraliqqa 3 ta oraliq va bitta oraliq 3 oraliqqa terasa olib kelib qo'yib berdik. Bu yerda bitta oralig'imizda 2 xonali eshigimiz bor, keyingi oralig'imiz 5 ko'z qilib ikkita ochilishga berdik. Setkalari bilan, pashshaxonalari bilan qo'yib berdik. Chekada ham 2 xonali eshigimiz bor, tepada portishkasi bor. Oshxonasiga 4 metrlik terasa qo'ydik, bu tarafga ham eshigini bir qanot qildik buni. Yonboshdan bitta ochilish, bu tomon deromidan bitta ochilish qilib berdik. Tayyorlarga halqa fon solib berganmiz, ruchkalarni Akfa'ni original ruchkasidan qo'yib berdik. Ko'rinayotganmiz. Ichlariga 25 lik patagonni qo'yib berdik buni ichiga. Bu tomonda ham eshiklarimiz ortda shunaqa bo'lgan, Akfa'ni original ruchkasiga qo'yib berganmiz. Yopilishlari cho'tki chiqib xudo xolasa. Ustullarni halqa fonda qo'yib berganmiz, selli qilib chiroqlanishadi. Ikki ochilishiga ham setga qo'yib berganmiz, pashshaxona. Mikrofonlari xudo xolasa yaxshi chiqdi. Buni ichiga ham 20 lik patagonni qo'yib berganmiz, selli ustullarini. Yonlarini kesmasdan butun tushirib berdik. Ramlarning ochilishi ham yaxshi cho'tki chiqdi. Ardomiy plastmassani ispantillarni montaj qilib berganmiz. Hop, bu ishlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, общий 15,5 millionga qilib berganmiz. Gretta kvadrati 670 ming 680 mingdan chiqdi. 2 qavat oynaga steklo paket bo'lgan. Bu yerda ozgina joyda eshiklar, ochilishlar ko'payib ketgan hisobiga narxi qimmatroq chiqib qoldi. O'tmish xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Aloqadamiz, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'linglar.